Bo'ri oqsoqlanib ovchining lageriga keldi. Miltiqdan 5 metr narida o'tirdi. U xirillamadi. U shunchaki qor ustida titrab yotdi. Ko'zlari tahdid qilmasdan yolvorar edi. Ovchining barmog'i tetikdan bo'shadi. Bo'ri yarim muzlagan, zararsizdek sekin olovga yaqinlashdi. Ovchi to'xtatmadi. -30 da har qanday yondashuv yaxshi edi. 10 daqiqadan so'ng u yaqinlashdi. Yarim soatda oyoq yonida yotdi. Go'yo uy iti. Hatto boshidan silashga ham yo'l qo'ydi. Keyin bir zumda mehr tuzoqqa aylandi. Bo'ri tashlandi. Tishlar erkalash uchun emas, o'ldirish uchun. Tomog'ini yordi. Qon olovga sachradi shitirlab. O'qlangan miltiq bir qarich narida joylashgan edi, ammo hech qachon tegin olmadi. Bo'ri mukammal hisoblagan edi. To'g'ridan hujum imkonsiz edi, lekin yaqin kelishga ruxsat olib, u masofani 5 metrdan 0 ga tushirdi. 30 daqiqa aktyorlik evaziga odamning hayotini oldi. Bu psixologiyadagi eshikdan kirish texnikasining qonli haqiqati. Seni xonavayron qiladiganlar hamma narsani birdan so'ramaydi. Firibgarlik bir necha $100 yutishdan boshlanadi. Qimor qaramligi dastlabki $200 qaytarib olishdan boshlanadi. Shayton eshikni urib kirmaydi. Avval ostidan bir bo'lak konfet surib ko'radi. O'sha eshikni ochgan payt kiradigan narsa mehmon emas, uy bosqini. Chegarangni qo'riqla. Birinchi kichik iltimosda tetikni bosmaganingga pushaymon bo'lish uchun tomog'ing yirtilishini kut.